Bismillahirrohmanirrohim. Benamoz bolaga namoz o'qiydigan qizni nikohlashlik haqida savol beryaptilar. Buni oldin ham ko'p aytdik. Namoz o'qimagan inson musulmon deyilmaydi. Namoz o'qimagan insonni erkakka bir namoz o'qiydigan, boshqa kufr amallarini, shirk amallarini qilmagan qizni unga nikohlab qo'yilmaydi. Alloh subhanahu va taolo oyatda aytadi: "Va la tankihul mushrikin, va la tunkihul mushrikin." Mushriklarga qiz nikohlamanglar. Yoki har qanday kofirlarga ham qiz nikohlanmaydi. Alloh subhanahu va taolo buni oyatda aytadi: "La hunna hillul lahum va lahum yahilluna lahunna." Bu ayollar u erkaklarga halol emas va u erkaklar bunaqangi ayollarga ham halol emas. Va hattoki bu agarchi namoz o'qimaganda kofir emas degan da'voni kimdir olib kelib olib, aslida bu gap ham bekor. Namoz o'qimagan odam musulmon bo'lmaydi. Lekin o'sha gapni ham olib kelib olib kimdir bu namoz o'qimagan odam musulmon bu ham nima bo'lganda ham deb unga nikohlaymiz desa, u ham halol emas. Eng kamida bu inson fosiq, katta zolim, xabis bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo oyatda al-xobisatu lil-xobisin degan. Bunaqangi bo'lmag'ur, betayin, xabis erkaklarga shunaqangi betayin, xabis ayollar turmushga chiqish kerak. Yoki boshqa oyatda az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik. Zoniya ayolga o'ziga o'xshagan zoni erkak, zinokor erkak uylanadi va aksi ham. Ya'ni zinokor ayolga uylanadi. Ya'ni bularda aytishdan maqsadim, u kofir bo'lmagan taqdirda ham betayin bir inson bo'ladi. Benamoz inson. Unaqa insonga qiz nikohlashlik mana bu valini zulmni hisoblanadi. O'sha qizni valisi bu qizga zulm qilgan hisoblanadi. Qiz bola bilmaydi. Kimga nikohlasa tegib ketaveradi odatda. Ana vali Allohning oldida javob beradi. Yaxshi yashaydi deb dunyosiga uchib nikohlaganmi? Toparman tutarman deb nikohlaganmi? Qavm qarindoshim ekan deb nikohlaganmi? Nima qilgan taqdirda ham agar bu namoz o'qiydigan shunaqangi hijobda yurgan musulmon qizni bir betayin benamozga nikohlab olgan bo'lsa, bu nikoh bo'lmaydi. Bu ma'ruf fiqh kitoblarida benamozga nikohlangan nikoh bo'lmaydi. Va hattoki namozxon bo'lgan taqdirda ham benamoz bo'lib keyin namozni tashlab ketgan bir erkak bo'ladigan bo'lsa ham nikoh o'z-o'zidan buziladi. Taloq qilib o'tirishga ham hojati yo'q. Nikoh o'z-o'zidan buziladi. Shu vaqtgacha yashab kelinganligi hayoti hayot, bundan keyin bir daqiqa ham u bilan qolib yashashligi halol bo'lmaydi. Yuqoridagi oyatlarga binoan. Agar endi bu qizni shunaqangi erkakka nikohlab yorishgan bo'lsa, qiz Allohga iymon keltirgan, ma'ni da'vo qilgan bo'lsa, u yerdan ajralish kerak. Agar ota-ona rozi bo'lmasa ham. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil xoliq. Allohga osiy bo'linish o'rnida bunaqangi maxluqqa itoat etilmaydi. Kainan man kan, u maxluq kim bo'lsa ham, ota-ona bo'lsa ham, aka-uka bo'lsa ham. Ular aslida zolim. Al-badi'u adlam. Bu yerda shu ishni boshlagan zolim. U qiz hech bir yerda ota-onamga isyon qilyapman, ota-onamni ranjityapman deb o'ylamasin. Bu bilan hech qachon ota-onani rozi ham qilib bo'lmaydi, Alloh norizo qilib. Oysha radhiyallohu anha aytganlaridek hadisda: "Man ibtagha ridon nas bi sakhatillah", kim agar Allohni norizo qilib odamlarni rozi qilaman deb o'ylasa, odamlar ham undan rozi bo'lmaydi, Alloh ham undan rozi bo'lmaydi. Unga jazo bu. Kim lekin agar odamlarni norizo qilib bo'lsa ham Allohni rozi qilaman desa, Alloh undan rozi bo'ladi va odamlarni ham undan rozi qilib qo'yadi. Agarchi ba'zi qiyinchiliklar kelsa ham. Shuning uchun Allohning roziligi uchun va o'zidan keyin kelayotgan zurriyotga onaligi mas'uliyati uchun bu qiz u erkakdan ayrilishi kerak. Uydan qochib ketishga qodir bo'lsa ham qochib ketishi kerak. Qayerga boraman degan narsa Allohga tavakkal qilgan insonga bu xavf, to'sqinlik bo'lmasligi kerak. Aman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kim Allohga taqvo qilsa, Alloh unga har qanday yo'ldan chiqadigan o'rinni qiladi. Va yarzuquhu min haythu la yahtasib. O'ylamagan tomondan unga rizq beradi.
"Va yatawakkal alallohi fahuva hasbuh." Kim Allohga tavakkal qilsa, Alloh o'ziga kifoya qiladi. Innalloha balighu amrih. Alloh taolo har ishga qodir. Endi bolalar masalasiga kelsak, bolalar hukmi nima bo'ladi? Bolalar hukmini bilishlik bizga aslida bu yerda muhim emas. Chunki bu bolaga hech qanday ayb dashnom bo'lmaydi. Ota-onaga ayb. Ya'ni haqiqatda bir bola haqiqiy zinodan tug'ilgan bo'lsa ham bu bolaga hech qanday ayb emas u. Uni qo'ldagi narsa emas chunki bu. Valad zino unaqa ekan, valad zino bunaqa ekan degan u gaplar bekor gap. Valad zino imomga o'tmaskan, valad zino guvohligi qabul qilinmaskan degan narsalar. Valad zinoda hech qanday aybi yo'q. Lekin agar haqiqatda bu ayol yashab yuraversa, bu zino qilgan hisoblanadi. O'sha benamoz bilan yashab yuraversa, zino qilgan hisoblanadi. Agarchi erim da'vo qilsa ham. Agar o'zi ham ayol benamoz bo'lsa, o'zi ham hijobini yechsa, mana bunda ikkalasi teng, barobar. Ikkalasi kofirlarning o'zaro o'rtasidagi nikohlari bir-biriga nikoh bo'laveradi. Ya'ni aytmoqchigim, bu gap bilan bu ayol ham endi benamoz bo'lsin, masalan, to'g'rilash uchun demoqchi emasman. Ya'ni bu gaplarni eshitib kimdir kelib e'tiroz bildirishi mumkin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning otalari ham namoz o'qimagan u. Rasulullohning onalari ham namoz o'qimagan u. Nima endi Rasululloh ham benamoz dan tug'ilganligi uchun Rasululloh ham valadi zinomi deyishi mumkin. Rasulullohning otalari, onalari kofirligida shak yo'q, o'zlari aytganlar. Abavaya finnar deganlar. Ota-onam jahannamda deganlar. Yoki boshqa rivoyatda onamga istig'for aytish uchun izn so'radim Allohdan, Alloh menga izn bermadi deganlar. Chunki otalari, onalari Rasulullohda musulmon bo'lmagan. Endi kimdir kelib shunda aytadiki, unda Rasululloh valadi zinomi deydi. Bu ahmoqlik bu. Ya'ni fiqhni tushunmaslik bu. Kofirning o'zaro kofir bilan bo'lgan nikohi sahih bo'laveradi, lekin bitta kofir bilan bitta musulmonning nikohi sahih bo'lmaydi. Yoki bitta musulmon bilan bitta kofiraning nikohi sahih bo'lmaydi. Bu boshqa masala bu. Kofirga nisbatan nikoh. Shuning uchun Rasululloh sahobalar mana xotin bo'lib islomga kirganda hech qaysisiga nikohlarini yangilab olinglar demaganlar. Va bu uch paytgacha tug'ilgan farzandlarini ham valad zino demaganlar. Uch paytgacha o'tgan ishlar afalloh ham masalaf. O'tganlardan Alloh afv qilsin. Lekin ibtidoan kofiraga musulmon erkak uylanishi mumkin emas va muslima qizni kofir erkakka nikohlashlik mumkin emas. Allohu a'lam.